Samarqand viloyatining Tojikiston bilan chegara hududida yirik logistika markazi qurilishi boshlandi. Savdo majmuasi 10 gektar maydonda barpo etilib, unda 400 ta savdo do'koni va 200 ta xizmat ko'rsatish shoxobchasi joylashadi. Yuk tashuvchilar va tadbirkorlar uchun mehmonxona hamda boshqa xizmat ko'rsatish obyektlari quriladi. Jartepa bojxona postidan atigi 500 metr o'tgach, Tojikiston Respublikasi hududi boshlanadi. Aynan shu chegara hududida Urgut tumanining Tinchlik mahallasida yirik logistika markazi barpo etilmoqda. U kelgusida O'zbekiston va Tojikiston fuqarolari uchun muhim savdo va xizmat ko'rsatish majmuasiga aylanadi. Loyiha prezidentimiz tashabbusi bilan amalga oshirilmoqda. Uni barpo etish to'g'risidagi qaror davlatimiz rahbarining o'tgan yil noyabr oyida Urgut tumaniga tashrifi chog'ida qabul qilingan. Chegara oldi savdosini kengaytirish, ikki davlat o'rtasidagi iqtisodiy hamkorlikni yanada rivojlantirishga xizmat qiladigan mazkur majmua uchun Jartepa bojxona posti yaqinidan 10 gektar yer maydoni ajratilgan. Prezidentimizda 192-qarorlari bilan bozor hozirgi kunda qurilyapti. Bozor hududiga erta bir kun tojikistonlik fuqarolar mana shu neytral yo'l bilan kirib kelishadi va bozor hududida yurishadi. Biz shu yilda avgust oyida bozor hududidagi 500 ga yaqin do'konlarni va skladlarni, kargolarni darvozalar bilan topshiramiz. Shunda bu bozor hududiga nafaqat o'zbekistonliklar, balki tojikistonliklar ham kirish imkoniyatiga ega va bir oydan ziyod vaqtga ham yursa bo'laveradi. Ma'lumotlarga ko'ra, har oyda o'rtacha 8000 nafar Tojikiston fuqarosi yurtimizga davolanish va sog'lomlashtirish maqsadida tashrif buyuradi. Shu bois qurilishning ikkinchi bosqichida zamonaviy laboratoriyaga ega klinika ham barpo etiladi. Shuningdek, mehmonxonalar, hostellar, omborxonalar, muzlatish kameralari va respublika bo'ylab qatnovlarni amalga oshiradigan avtovokzal ham quriladi. Mana Panjika desak, bizlarga 18-20 kilometr, ular Dushanbega ketishi poytaxtlarda 270-280 kilometr. Bu yoqqa kelib ketish ularga hamma tomondan yengillik bo'ladi, ham oson, ham narsalar arzon. Bu yerda juda katta bozor bo'lyapti. Jahon bozori bir kunda 3000-4000 odam tashrif buyuryapti. Tamojidan kelyapti hammasi. Kelajakka bular tamojidan kelmaydi. Bozor uchun alohida yo'lak qilib kelyapmiz. Katta yo'lak bo'lyapti. Bozor uchun 300-400 metr yo'l qilib kelyapmiz. Bu yerda hech qanaqa viza, boshqa narsa bo'lmaydi. Xohlaganday kirib, yuk olib chiqib ketishi mumkin. Я сам бизнесмен. Мы часто ездим. Men o'zim tadbirkorman. Biz ish bilan Toshkentga tez-tez borib turamiz. Agar bu yerda bozor ochilsa, biz 4 soat vaqtimizni tejaymiz deb o'ylayman. Chunki biz Dushanbe shahridan Toshkentgacha 9-10 soatda yetib boramiz. Deyarli bir sutkani faqat yo'lga sarflaymiz. Bu ham xalq uchun, ham tadbirkorlar uchun juda yaxshi variant bo'ldi. Yana ichki pasport bilan ham chegaradan o'tish mumkin deyishmoqda. Bu vaqtni juda tejaydi. Shu yerda 40 yildan beri yashayman. Prezidentimizning tashabbusiga binoan mana shu chegarani oldida juda ham katta jahon bozori ochilyapti. 3000 ta do'konlar bo'ladi. Mana shu yerda bizlarni farzandlarimiz ishlaydi, ukalarimiz ishlaydi, o'g'illarimiz ishlaydi. Necha kishi ishli bo'ladi. Endi juda ham yana do'stligimiz oshadi, bordi keldi ko'payadi, bemalol o'tib qaytaveramiz. Loyiha doirasida Panjikent shahrigacha 25 kilometrlik temir yo'l tarmog'ini qurish ham rejalashtirilgan. Mazkur yo'nalish o'tgan yili ishga tushirilgan. Samarqand Urgut temir yo'l tarmog'ini to'ldirib, transport logistika salohiyatini yanada oshirishga xizmat qiladi. Natijada yillik yuk va yo'lovchi tashish hajmi yanada kengayishi kutilmoqda.